Mana buni yangilik desa bo'ladi. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan yangida emas, ya'ni voling bardosh endilikda Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasida rasrochkada sotuvda tayyor. Hech qanaqa foiz qo'shilmasin deganlar uchun, liniyaga qatnaydigan va xususiy bog'chalar uchun juda ham ayni muddao mashina bu. Xo'p, rasrochkasi qanaqa bo'ladi deganlar uchun boshidan 40% yoki 50%, 60%ligi bor. 50%, ya'ni 66 million to'lasa, o'zini pulini 3 million 660 ming so'mdan 18 oyga bo'lib beriladi. Tasavvur qiling, 18 oyda shu mashinaning pulini hech qanaqa ustama pullarsiz qutulib ketasiz. Mashinaning salon qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, konditsioner bor, ABS bor va magnitofon bilan jihozlangan. 1.2 tonus motor bo'lib, motori injektorli. Xo'p, vozdixlari oldinda bo'ladi, mashina hech qanaqasiga qizimaydi. Kimda qanaqa ma'lumotlar qiziqtirayotgan bo'lsa, pastda qoldirgan nomerlarga telefon qiling. Mashina haqida to'liqroq ma'lumot beramiz.